Yil. Jamoada ishlashda nimalarga amal qilish kerak? Birinchi, boshqalarni tinglang, boshqalarga yordam bering, kelishishni o'rganing, barchaning fikrini hurmat qiling. Beshinchi, g'iybat qilmang. Oltinchi, o'zgarishlar va yangiliklar haqida jamoadoshlariga xabar berib turing. Yettinchi, har bir xonaga kirishda eshikni taqillatib kiring. Birovning kompyuteri va telefoniga so'rovsiz tegmang va ma'lumotlardan foydalanmang. 9. Ofisda baland ovozda gaplashmang. 10. Qadriyatlarga amal